Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonning oltin valyuta zaxirasi 71 milliard dollarga yaqinlashdi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari 2026-yil 1-may holatiga ko'ra 70,9 milliard dollargacha ko'paydi. Bu haqda Markaziy bank ma'lumotlarida keltirilgan. Mamlakat zaxiralarining qariyb 87% ni tashkil etuvchi oltin narxining qimmatlashuvi zaxiralar o'sishini asosiy omili bo'ldi. Jahon bozorida narxlar oshgan fonida oltin zaxirasi qiymati 743,6 million dollarga oshib, 61,6 milliard dollarga yetdi. Valyuta zaxiralari qismi ham 1,15 milliard dollarga ko'payib, 8,7 milliard dollarga yetdi. Zaxiralardagi oltinning fizik hajmi 13,4 million troya unsiyadan 13,3 million troya unsiyagacha kamaygan. Bu esa aprel oyida oltin sotilgan bo'lishi mumkinligini anglatadi. Qiymatli qog'ozlar hajmi esa biroz oshib 1,55 milliard dollarni tashkil etdi. Mart oyida zaxiralar hajmi 8,1 milliard dollarga, ya'ni 10,5% ga qisqarib, 68,99 milliard dollarni tashkil etgandi. Bunga o'sha oyda oltin narxini 5174 dollardan 4553 dollargacha tushishi jiddiy ta'sir qilgandi. 2025-yil oktyabrdan 2026-yil aprelgacha oltin eksportini amalga oshirmadi. Markaziy bank raisi Timur Ishmetov O'zbekiston 2026-yil 1-chorakida oltin eksport qilmagani iqtisodiyotga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatmasligini aytgandi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash videolardan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.